Keling endi qori bobo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizda mayli gapirsin ko'rishsin. Bizning birinchi mehmonimiz Alixonov Timur. Dalbayob. O'zi kelmadimi? Vaqt yo'q. Normalroq chaqiring, Dalbayob. Bilasiz meni kimligimni? Xotinimi? Bizning birinchi mehmonimiz Alixonov Faxror. Qarsak chalinglar. Qizi bo'lmasa ham. Operator taligini aytmaymiz-a? Xo'p. Timur, sirasi bizni savolga o'tamiz. Vajala. Qarang. Sizga savol kelgan. Xo'p. Siz cringe yemagan reyslar olar ekansiz. Xo'p. Bu sizning shaxsiy fikringizmi? Yo'q. Kim aytadi shuni? O'zingizni xeyterlaringizdan. Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? Jamiyatga foydasi tegyaptimi? Tushunarli. Da. Siz O'zbekistonda nomer 1 memchi bloger deb bilasizmi o'zingizni? Da. Qanaqa memni ishlab chiqargansiz? Misol uchun yaratgansiz. Chopgan, hammamiz chopamiz endi. O'zingizniki firmenniy bormi bitta? Yo'q. Taruzingiz. Tarus. YouTube'da proyektlaringiz yaxshi ketayotgan ekan. Lekin bu proyektlarda Baburello nima kerak bor? Baburello o'rniga Abu bor-ku. Shunda hozir u kerak emas, to'g'rimi? Ну, типа того, да. O'ziga yetora olasizmi kameraga? Baburello iди нахуй. Mayli gapirsin shu o'zi, biz orqadan gapirishga qarshimiz. Hamma narsa yuzga yetiladi. To'g'rimi? Da. Shunaqa. Shunaqa. Xo'p, qiziq joylarga kelyapmiz. O'zim tezkorda u qarindoshlaringiz ishlaydimi? Ambassadorman men, o'zim tezkorda. Sizdan boshqa kreativroq bir Timur Alixonovga tegilgan anaqami? Savollarmi bu? Yo'q. Nima biz? Qanaqa savollar? Sizga berilgan savollar. Xo'p, gapiring. O'zimda qarindoshlaringiz ishlaydimi? Keyingi savol. Boshqa bloger yo'q ekanmi bularga? Keyingi savol. Пиздец. Нахуй меня пригласили, блядь. 1 2 3 3 2 1 yana. 10 gacha sanasangiz yana ikkita ashula chiqadimi? Shunaqa qara, keyingisi shunaqa. 10 gacha. Unaqa ashula chiqarish mumkin biling. Sizga telefon qo'shadi. Meniki emas bu. Alo. Ha, oyim Alixonov Timur bilan o'tiribman, keyinroq qo'yaman. Billa. Meniki emas ekan-ku. Endi sansirimi, sizlimi sizni? Necha yoshsiz? 21. Men endi sizdan kichkina bo'lsam ham baribir hurmat yuzasiz. Necha yoshsiz? 23. Mayli. Yaqinda videolar sarg'ab ketdi. Tarbiyasiz blogerlar, qanaqadir zvuklarning tagiga. Shunaqa. Qanaqa qaraysiz bu narsaga? Ну, нормально. Xeyterlarga o'z munosabatingiz qanaqa siz? Ну, иди нахуй просто. Всё. Ular haqmi shunda? Ну, может быть, ular uchun. Agar aqrori yonida qiz bola paydo bo'lib qolsa, boshqa odamni ko'rmay qoladi. Faqat qizga qarab qoladi deyishyapti. Shu gap to'g'rimi? Qanaqa qaraysiz? Kim Abu san berganmisiz shu savolni? Ну, To'g'ri dori. Mashhurlik ilinjida o'zida har xil kuylarga solgan ekansiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Icho. Faqat nasib o'zida. Да. Yaxshi. Ota-onamga yo'qot. Иди нахуй, ishni deyapmiz уже. Ota-onadan keyin so'kish yaxshi emas. Ладно. Bu ham to'g'ri. Ha, Normalroq savollar bo'ladimi? bo'ladi. Давай. Chotki savol beringmi? Давай. Agar slivlaringiz tarqalib ketsa, maslahat olgani kim oldiga borasiz? Ha, buni. Keyin shuni yozasizlar. Ha, buni slivlar tarqalib ketgan-a? Shunga. Nega bizni ko'rmaganmiz? Ko'rsatdi boshqa kimga? Siz ko'rganmiz? Mazza bo'lganmi? Kayf. Mazza qilganman. Kelaylik, yaqinmisizlar? Qanaqa deganda buni? Nima? Juda yaqin. Yo'qligimizmi tipa? Endi No, уже kamerani o'chiring lekin. ko'rsatib berasizlar. La.
Yo'q. Nima? Stephen Hawking. Billa asrda. Bo'lmadi, hali. Хорошо. Yaxshi niyatda o'tib tursangiz. Да. Bu nima yengilga chiqadimi tipi? Qaysi? Mana bu. Video. Hozir yengil o'zi. Ну да. Tipi yengilga chiqadimi? Хорошо. Ko'rasizmi? Yo'q. Nima? Xuya savol. Qiynayaptimi savoli sizni? Да. Ozgina. Kesamizmi? Qolsin. Qolgan joylarni kesamiz, mana shu bilan keyin abuzga o'tib ketamiz. Operator og'zingiz. Operator bizda go'dali bola, birga urishasiz. Montajyor sizga Montajyor ham o'sha. kamera o'chirib qo'yinglar endi bo'ladi. Ssenarist. Ssenarist yangi. Siz o'zingizni qizlarni cringe, yo'q, uzr. Crush deb bilasizmi? Yo'q. Я не знаю, qayerdan bu savol? Qayerdan bu fikr? Kimdan kelgan? Chunki ko'ramiz, statistikaga qaraganda sizni kuzatadigan odamlar 14-15 yoshli qizlar, bolalar. Qizingizni yoshi necha yosh? 20. Nima unda yosh qizlarni boshini aylantirib yursiz? O'g'irlangan videolaringizga qaraganda chet el internetini o'chirib qo'ysa, sizni blogerlik faoliyatingiz tugaydimi? Yo'q, просто davom ettiramiz o'shani. Industriya Mafiyani 52-qismi chiqadi keyin. har kun mafiya o'ynaysiz. Shunaqa. Ota bobolarimiz sizni shunaqa video olib yurganingizga qanaqa Voy, ham bo'lishadi. No, ko'rsatganman. Qo'yna deyishgan. Siz bu javobdan qoniqqansiz. No, yosh avlodga yoqadi, normalniy. Bo'ladi. Ular qiziqtirmaydi. Zamon boshqacha, to'g'rimi? Shunaqa. Bizlar boshqarishimiz kerak-ku. Bitta kekirib Lekin bering. siz emas. Kekirib bering. Yo'q. Kekirsa kekiraveraman. O'zingiz xohlab kekiring. Yechining hozir? Kekirib bering, yechinaman. Men Ahrorni sinagandim. Ahror meni yechintirish uchun o'zini har xil narsaga sog'otgan ekan, ko'rasizlar. Kodni yozib qo'yinglar kommentariyada. Timur Alixonov. Billa. Instagram bilan shug'ullanadigan vaqt keldi. Qarang, agar yana bitta akamni qo'shsangiz chiqib ketaman, men po'xoy. Akangiz jonlar sog'. Qarang, o'zingizga minus bo'ladi. Qancha savollar qolib ketdi, hammasi minus bo'lib ketadi. Ahror Alixonovni invalidni ko'rsa, nima deb chaqiradi? Adash. Adash. Xo'p. Bu bitta variantmi? Barcha variantlar lekin o'ylab qo'yibsizlar. Okay. Bitta sizgami, ikkita boshqaga? Nimaga qarab? Gemoroy. Bitta menga. Bitta bundoq qilib bering. Sigma qilib bering bitta kameraga. Qanaqa? Yaxshi. YouTube statistikasiga qaraganda sizni videolaringiz 12-15 yoshli bola ko'radi. Qaysi statistikaga qaradinglar? O'zingiz statistikangizga. Qayerdan? O'zingizdan. Qanaqa turib analitika qildinglar? Kommentdan. Kommentda nima yozishganmi? Apros qildinglarmi? Endi ana yosh katta odam sizga qarab, Ahror aka ijodingizga omad, basharangizga deb yozmaydi-da. Nimaga? Bu yozadi. Baborellar yozishadi-yu. O'rtoqlarim. Demak, auditoriyaga moslashyapti ular. Chalg'imang u narsalarga. Mayli. Kelajakda planlaringiz qanaqa o'zi? Mana shu xuyla darajaga tushib qolmaslik. Shuni hozirgi darajangizdan ko'tarilmoqchimisiz? Shunaqa bo'lsin, mayli qo'ysin. Yengil tabiat bolalarni gruppasiga qo'shib qo'ysa, Qanaqa u nima gruppa? endi shirin mollarni deylik. Xo'p. Shunaqa gruppaga sizni qo'shib Yengil qo'ysa. tabiat? Yengil tabiat shirinmi? Endi biz kul bolalar. Shunaqa bolalarni gruppasiga qo'shib qo'yishsa, sizni birinchi yozadigan gapingiz. Variantlar. Va nihoyat. Ikkinchisi yo'q. Bor. Qanaqa? Men bu kunlarni uzoq kutgandim. Uchinchisi qanaqa? Ura. Menga ura yoqdi. To'rtinchisi bor. Qanaqa? Men akt. Man akt? Nima degani u?
To'g'mi xo'roz bu? Man akt. O'qituvchi, bankir, injener, doktor, santexnik, malyar, mardikor va shuncha kasblar ichida siz qanaqa qo'shiqchi bo'lishga harakat qildingiz? Chunki ular bo'lmasligimni bilardim-da. O'shaning qo'shiqchi bo'lganman. Ijodingizga omad. Rahmat. Biza bilan Bo'ldimi? Timur ukasi, Bo'ldimi? Alixonov Ahror bo'ldi. Bo'ldimi? Akangiz qo'shib qo'ydi, men chiqib ketishingizdan oldin haylashib qo'ydi. Mayli. Rahmat vaqtingizni ajratib kelganingizga. O'z vaqtingizni nimalarga ishlatasiz? Qiziqtirmasin nahvoy sizni. Qoravoy. Mana o'sha gruppadanman. Nima yozgansiz? Urami? Va nihoyatmi? Yozganingizni o'qiganman. Man aktdimi? Rahmat. Ha? Siz bitta she'r aytib bering. Qoravoyga she'r bilasizmi? Yoshingiz Abrikos, bo'lgan. Stros, kokos, manga, pivo, inasos, Keyn, Velasquez, and Margaret Gray, Qorbobo gay. Давайте нахуй, ебан! Sovg'a beraman agar Nahvoy, pokhoy menga. Bering sovg'ani. bitta so'zda turadigan yigit bo'lganligingiz uchun sizga sovg'amiz bor. Rahmat. Muhsinzada. Muhsinzada brendida. Normal. Yaxshi. Keting. Donoziki. Давай. Donoziki. Иди нахуй. Ha, 40 ta yarim to'q qoldi. Sunnat bo'ldi hozir. Tagda mana. Yo'q, Mana. sunnat bo'ldi. Mana. Keyingi safar chaqirmayman nahvoy. Хорошо? Keyingi safar o'zi boshqadan. Ничего мне похуй. Keyingi safar abuzor chaqiradi. Давай. Charchamanglar, Ahror Alixonov bo'ldi. Biz keyingi mehmon bilan gaplashamiz. Menga qara, ularga ishonsa bo'ladimi o'zi? Ne qo'rqasan, ha? Ishonsa bo'ladi. Xo'p, qanaqdan olaman ularni? Bitta yo'l turibdi, mana shu yo'ldan keladi-da. Uni aytmayman, men onangni ham bir kadr qop-qorong bo'lib turibdi-yu. Ha. Ha. Ha, kelyapti. Qochi. Xo'p. Olib keldingmi? Menga emas, Anulaga berasan. Yaxshi. Tozasi ekan. Qani? Tort qo'lingni. Pulchi. Pul. Momiq, pul. Ha. Ship. Sanavol. Men sanashni bilmayman-ku. To'g'ri. Nima reklamasi bu? Live sport bitdiki. Yo'q. Men nogiron nima qilyapti? Sal kattaroq bola yo'qmi? Rostdan ham nima yeb oldim seni? Gap yo'q. Absolut sinema. Krasavchik. Davom etinglar. Tushunmadim, ana u narsa nima? Ishim bo'lmasin. Tushunmadim, sen hali boshqalar bilan ham ishlayapsan. To'xta. Wow. Action moment. Lekin aktyorskining bari ham sal emas, ko'proq ichib qo'yasizlar. Faqat qaytmanglar. Motivatsiya tushmasin. Qatga keluvdik? Pistolet.
Tushunmadim, sen hali boshqalar bilan ham ishlayapsanmi? To'xta. Bu anaqa Life Sport bitta, protein bu, protein oddiy. Bellet. Aka, siz keyingi sondasiz. Hozir qochib turing, iltimos. Oydan. Tushunmadim, sen hali boshqalar bilan ham ishlayapsanmi? Qo'lingdagini tashla, menga tovar cho'z. Biluvdimmi? Sanjar! Tashlab pistoletingni. Geniy. Tarantino hayratda. O'zi o'ylab qarasamchi, Life Sport Pitga reklama ham kerak emas ekan. Juda ko'p filiallari, sportga chiqadigan har bitta odam biladi qayerdan sport pit olish. Sizlarga qayerdan ham reklama berdi? Menga qarang, kimsiz o'zi? Rostdan ham kimsiz o'zi? Life Sport Pitda marketologiman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Nima qilaymi? Ol Farhod. Xo'p, bizda keyingi mehmonimiz abuser. Hello guys. Siz o'zingizni tanishtirishni bilmaysiz, men sizni tanishtirib o'tib ketaman. Betifsiz. Ozgina. Xo'p, bizda mehmon G'ulom Abduaziz o'zbek o'smirlarini har xil so'kishlar bilan degradatsiyaga uchratib kelgan streamerlardan hisoblanadi. Ishonmaydi. Bu streamer o'zlarining streamlarini oila davrasida ko'rmasliklarini o'zlari ham aytib o'tadilar. Oila davrasida bemalol xotin bola chaqi bilan takoy kamellarning yonida paypochalarni ilib. Mayli. Yo'qotinglar, men odam yoqmayapti shu. Kuzni boshlarida yosh ulug' keksa bir birodar bilan urushib yurgan videolaringiz tarqaldi. Aha. Endi qachongacha bu keksalar bilan urushib yurmoqchisiz? Endi kattalar yibban bo'lsa menda nima ayb, aka? Xo'p, bizda keyingi savol. Qachon aka deyishni o'rgandim? O'zi yibban dalbayo'q bo'lsam bir. Shu gapingizga bitta savolimiz bor. Abduaziz qaysi akasi ranjitgan sababli hozirgi paytda hech bir akani tinch qo'ymay so'kyapti. Akalar sizni nima qilib qiynagan? Yo'q, uni eslolmadim lekin. Okeymi? Abuser borki, Alixon Faxroniy proyektlari yurib turibdi. Ey? Kim bu bola? Abuser bor bo'lsin, YouTube madadkor bo'lsin. Yaxshi lekin. O'zi bu jumlaga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayapman hozircha. O'zi to'g'ri fikr. Yo, men lekin unaqa narsa deb hisoblamayman. Bu Ahrorni o'zini qilayotgan ishi hammasiga o'zi sababchi. Men hech qanaqa nima desam, men yordam berdim, yo bir nima demayman. Men chunki ideyasi ham o'ziniki, syomka qilyapti, pulti kelyapti, hamma narsa qilyapti. Men просто hech kimman. Eshitgan bo'lsanglar, kommentga Ahror crash deb yozib qoldiringlar. Subscribe. Mayteding naxuy dolbayo'q. Xo'p, sizga keyingi savol. Eshitimiz bo'yicha ko'p taniqli insonlarni choy-poy ichgani uyingizga chaqirar ekansiz. Lekin streamlaringizni eshitganmiz, tushunganmiz, sizlar faqat choy ichmaysizlar. Yo'q, unaqa hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. Hech qanaqasi. Juda ham bir pok aql insonman. Mayli, tilingizdan tushmaydigan va eng ko'p aytadigan top 3 ta gapingiz. Qachon hozirgi paytdami? Unda. Okey, 1. Okeynam 2. Obonem 3. Bonu qanaqa choy ichadi? Qaysi bonu? Podpисчиklaringizdan kelgan savol. Qora yoqadi. Men masalan qora choy ichmayman, faqat ko'k choy ichaman. Instagram profillaringiz ko'p. Yo'q, u meniki emas. Ikkita profilim bor, boshqa profillarga men aloqam yo'q. Rasmiylarni aytib keta olasizmi kameraga? Abuser Ruffles meniki, Abuser to'r bilan yoziladigani meniki, o'zimniki yo'q. Ana 30 necha mingta podpисчигim bor. Rasm, faqat rasm qo'yaman yoqqa, video qo'ymayman. O'sha akkaunt meniki. Qolganlariga aloqam yo'q men. Agar streamlaringiz tarqalib ketsa, kimni ayblaysiz? Tarqalib ketsa? Ha. Qanaqasiga? Har narsa bo'lishi mumkin, men ko'ryapmiz odam. Nareskari tarqalib ketsam? Endi shunaqa deylik. Endi u o'zi maybim bo'ladi, kim mayb bo'ladi? Sun'iy intellekt masa? Ya, sun'iy intellekt, endi u очевидно, sun'iy intellektga farqli bo'lsa bo'ladi-yu. Yaxshi. Yaxshi deb turib, hozir men bu yerda ana qanaqadir sun'iy intellektda kimdir bilan kimdir o'pishtirgani qo'ygan, unga ma'lum, pizda. Sizni o'sha rasm qo'yib yuradigan profilingizni ko'rganmiz. Chet ellik jurnalist AOE filmdan rasm yuchgansiz. Yana kelajakdagi planlaringizga qaraganda qanaqa buyuk kasb egalari bilan tushmoqchisiz? Sweety Foxda hozircha. Xo'p. Gap aytaman, fraza. Siz uni so'kmasdan, to'g'ri javob aytmasdan davom ettirasiz. Buni ham tez aytishingiz kerak.
Hop, ko'ramiz. Devorda o'rgimchak, Qorbobo musor so'kilmadi. suvdan chiqdi badalas, Ahror zo'r bola. 10, Shariga qo'n. 3 dvaras, Siz pidarassiz narx qo'y. 100%. Basharasidan ma'lum jala. Mani pulim ko'p. Baburellonga o'p. Oy jolaman mam. Mamga nima bor? Bam beradi bunga lekin. Mayli o'zingizga qaranglar. Qarang, rasmlarga qarab qoldingiz. Bizda ham podpishchilarimizdan kelgan rasmlar bor. Bularga Transport qildinglar bu narsalarga. izoh bersangiz bo'ladi. Misol uchun mana birinchisi. Ha, bu rasmni hamma so'raydi. Tip nima pasportga tushganmisan u yoq bu yoqda. Buning istoriyasi bor. Addilni xohlasanglar cho'zilib ketadi, aytib beraman. Men bunisiga nima? Bu to'yda tushganman bitta o'rtog'im olgan. Qarindoshim. Yaxshi niyat dedi-ya. Yaxshi niyat endi Bodiring katta Bodiring bo'lgan. Bu endi legendarniy opam. Qo'llaridan ushlab 5 olib qo'yganmiz. Xo'p, sizga undan tashqari yana bitta sovg'amiz bor. Sizni hayotingizdagi bir ilov bo'lgan voqealardan bu pushkani nima qilasiz? Bu rasmni art tanlagan. Chunki buni o'zini addilni istoriyasi bor. Va buni ayta olmayman. Aytamaysiz? Yo'q. O'z bilyard o'ynaysiz, to'g'rimi? Ha? Bilyard o'ynab turasiz. Bilyard o'ynayman-da, bilyard o'ynayman. Bu paytda men ruscha o'ynashni bilmas edim, faqat pul o'ynar edim. Lekin bu moment juda ham bir nerealniy moment. Bu fontan moment desam bo'ladi. Yaxshi. Endi faqat o'skilar tushunadi, bilganlar biladi. Qolganlar mana shu Qorboboga o'xshab, yibbanga o'xshab o'tiraveradi. Bo'pti, bizda keyingi savol. Sizga kelgan eng katta donat qancha bo'lgan va donator bilan bitta yotoqxonada necha kun qolishingiz to'g'ri kelgan? Yo'q, yotoqxonada qolmaganmiz. Eng ko'p donat sochim oldirishga bo'lgan. Tak 16 millionmi shunaqa bo'lgan. Sizni editorlaringiz ko'p. Oyiga editorlar armiyasiga qancha pul ketkazasiz? Tak, men asosan ikkita bolaga pul berar edim editga. Endi men bu qanaqadir masalan prosmotr bo'lgan videolarga o'zim tipo yoqqan bo'lsa beraman. No hammasiga emas. Ikkita bolaga berardim. Uni ham bittasi hozir men bilan ishlamayapti, bittasiga konkretni beraman. No uni narxini ayta olmayman. Ha, Kia yoki Tahoe? Kabish. Tak, Tahoe. Ne Kabish emas? Tahoe zo'r mashinadan o'tirib ko'rdim. Ha, obunachilaringizdan savol kelibdi. Aha. Qovus ichida art. Yoshligingizda futboldan medallar sotib olgan ekansiz. Yutib olishga imkoniyat bo'lmaganmi? Futboldan sotib olmaganman medal. Kim aytdi qayerdan olibdi bu informatsiya? Futbolda medal sotib olmaganman. Taekvondodan olib kelgan medalimni uydagilar sotib olgansan degan, lekin rostdan ham o'zim olgan bo'lganman. O'sha tipi travma bo'lgan menga, konkretni travma bo'lgan. Ishimiz bo'yicha yaqinda Yevropaga tur qilib keldingiz. Ha. Turmas ish bilan borib, keyin yog'iga tur qildim. Keyin Ispaniyaga o'tdingiz. Aha. U yoqda dunyoga eng taniqli bo'lgan klubga bordingiz, stadioniga tushdingiz. Aha. O'sha klubda siz ashaddiy fanatsiz, to'g'rimi? Ashaddiy fanati edim, to Ronaldo ketguncha. No hozir ham men, допустим, qaysir komandani tanlatsa Real deyman, no asosan Ronaldoning fanatiman. Barselonaga qanaqa qaraysiz? Pashon nahvoy deyman. Xuddi shu gapingizga siz bilgan holda fanatligingizni biz sizga sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Ha, Camp Nou'da. Normal. Mana isib ketdi bor. Sun'iy intellektni vaqti chichvorisilar lekin. Nimaga? Ha, bu men chichvorisiz sun'iy intellekt. Endi nimadir deyincha Barsa haqida. Kelmayman. Musir kaman deysan o'zingiz ham. Barsani xor qilganlar yutqizib yuribdi. Bo'pti. Men Real fanatiman. Menga po'xo'y. Barsa hech qiziqtirmaydi. Shunaqa qilib bizani kursimizda mehmon abyuzer bo'ldi. Abyuzer fanatlariga, bu inson o'zlarining ijodlariga rahmat deb qolamiz. Omad tilaymiz aka sizga. Endi kichkina bo'lsa ham sovg'amiz bor, katta o'rinda ko'rasiz. Muhsinzada atir do'konlaridan sizga. Yo'q, rahmat, nima deymiz endi chaqirganingizga rahmat. Proyektingizga rahmat. Nima deyotibman? Proyektingizga tipi udachi, dalshi pizdes u ketaversin. Yibbanni chaqirmaylar, yoqmayapti. Spirit yutqizgandan keyin dok tipda ketganini ko'rganmisizlar? Men spirit fanati emasman, po'xo'y. Lekin navi yutganda osh bermoqchi edim 100 soat odamga. Gap hamma narsasi tayyor edi, prosta navi yutqizib qo'ydim. Bizani shu syomkamizni olishda yaqindan yordam bergan Anor Media sizlarga kattakon rahmat. Bo'ldi, keting, gapiravering hozir nima? Po'xo'y, men o'tiribman-da. Keling, donajik o'ynaylik. Men yutqizgan nima qiladi? Ishtonni yechib yuguradim. Let's go. Endi siz chizgan kiyib olgansiz, menda yo'q, masalan, tursigan kiymayapman. Unda nima ishtonni deysiz?
Boshqa qizaver sharti yo'qmi? Bor masalan. Masalan, ayting. Masalan aytingchi o'zingiz. Donoziki. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Birinchi chiqib ketishdan edi. Davay din nahvoy. Sog' bo'ling, charchamang. Abizurga rahmat deb qo'yamiz. Kechib ketay, bu yoqqa. Sog' bo'linglar, charchamanglar.